Plastinka mavzusidan 29da so'rashibdi. 29ga e'tibor beramiz. 32,2 gram rux sulfat bo'lgan eritma 11,2 gram temir plastinka tushirildi. Bu jarayonda necha gram rux ajralib chiqadi debdi. Demak, rux sulfatga temir plastinka 29. Reaksiya natijasida temir sulfat plus rux ajralib chiqadi. Reaksiyaning o'zi teng. Rux sulfat 32,2 gram, molekulyar massasi 161 mi buni? Gram. Xo'sh, keyin temir 11,2 gram berilganmi? 56 gram. Tepani pastga bo'linglar. Tepani pastga bo'linglar. 0,2. Ikkalasi ham teng ekan. Demak, farq yo'q. Xohlaganingiz bilan ishlasangiz bo'ladi. O'zi kami bilan ishlanadi-ku. Rux massasini so'rayapti. 65 gram. Tepani topinglar. 13 gram. D javob. Tekshirguncha ham D deb tekshirdikmi? Bo'ldi. 29 ga D bo'ldi. Bu ketdi. Keyin yana nechini so'rashgan? 39 mi keyin? 39 ga e'tibor beramiz. Kumush nitrat eritmasiga massasi 50 gram bo'lgan. Alaykum assalom. Tez. Kumush nitrat eritmasiga massasi 50 gram bo'lgan mis bo'lakchasi botirilgan. Tajriba oxirida bo'lakcha massasi 80,4 gram bo'lgan. Olingan eritmada necha gram mis2 nitrat hosil bo'lgan deb savol beribdi. Farq bilan ishlaymiz. Plastinkaning massa farqi menimcha 30,4 ha. Men hozir 38 o'qidimmi, 39 nima? 39 so'ragansizlar ha. Kumush nitrat eritmasiga 40 gram mis bo'lakcha tushirildi. Tajriba oxirida 116 gram bo'lib qoldi. Delta massa 116 ayru 40 76 gram bo'ladi. Massa farqi. Kumush nitratga mis. Kumush nitrat plus mis. Hosil bo'ladi mis nitrat plus kumush. Bunga 2 bunga 2 qo'shsak rest tenglashadi. Tepadagi farq 76 bo'ldi. Mis 64 gram. 108 ni 2 ga ko'paytirsak 216 gram. 216 ayrı 64. 150 mi? 152. Balan gapiringlar. 152 gram ekan. Ayırsak. Xo'sh. Olingan eritmada necha gram mis2 nitrat hosil bo'lgan? 188 mi emeri buni? Tepani topish kerak. Yarmi. 94 mi? 94 gram. Xo'sh, S javob to'g'ri. 39 ga S bo'ldi. Keyin 45 ha? 45 so'rashgan. 45. Rux plastinka tarkibida 27 gram mis2 xlorid tuzi bo'lgan eritma tushirildi. Plastinka massasi 0,02 gramga o'zgargan bo'lsa, eritmada necha gram mis2 xlorid qoladi deb savol beribdi. 27 gram mis xlorid bo'lgan. Mis xloridga rux plastinka. Mis xloridga rux plastinka. O'sh reaksiya natijasida rux xlorid plus mis. Masala shartida massa farqini 0,02 gram dedi. 0,02 gram. Ruxning nisbiyati massasi 65. Mis esa 64. 65 dan 64 dersak 1 gram massa farq. Mana uni molekulyar massasi 135 ga teng. Tepasini topinglar. 135 ko'paytirib 0,02 bo'lib 1 necha? 2,7 gram sarflandi. Massa mis xlorid. Mis xlorid necha gram edi? 27 gram edi. Qancha sarflandi? 2,7 sarflandi. 24,3 gram qoladi. S javob to'g'ri ekan. 45 ni ham bajardik. Keyin 47 ni so'rashgan ekan. Xo'sh, bu tarafdagi yechimlar tushunarlimi? 47. Rux plastinka tarkibida 33,75 gram mis2 xlorid tuzi bo'lgan eritmaga tushirildi. Plastinka massasi 0,12 gramga o'zgargan bo'lsa,
eritmada necha gram mis xlorid sarflandi? Bu sarflangan mis xlorid so'rayapti. Rux plastinka mis 2 xlorid. Xo'sh, mis 2 xlorid plus rux plastinka. Xo'sh, rux xlorid plus mis farq 0,12 gram. 64, 65, 65 dan 64 tersak pastdagi farq 1. 135 gram. Tepani topamiz. 135 ko'paytirib 0,12 bo'lib 1. 16,2 gram. Shunaqami? Xo'sh. 16,2 gram sarflandi. Qaysi javob bu? 16,2 D javob ekan. Tekshirguncha D dedikmi? Bil D javob ekan. 47 ni ham bajardik. Endi 51 mi? 51 so'rashgan ekan bundan keyin. 51. Xo'sh, kumush nitrat eritmasiga massasi 15 gram bo'lgan rux tayoqchasi tushirildi va tayoqcha 4,2 gram kumush qoplangandan so'ng tayoqcha eritmadan chiqarib olindi. Tayoqcha massasi necha gram bo'lib qolgan deyapti. Rux tayoqcha tushirilganda tayoqchaga 4,32 gram kumush qoplangan. Yaxshi. Kumush nitratga rux. Kumush nitrat eritmasiga rux tayoqcha tushirilgan. Reaksiya natijasida rux nitrat plus kumush ajralib chiqadi. Reaksiyani tenglashtirib olamiz. Qancha kumush chiqdi deyapti? 4,2 gram kumush o'tirdi deyaptimi? Kumush qoplangan. Qancha rux sarflangan? 65 gram 1,3 gram. Ya'ni buni ko'paytirib unga bo'lamiz. 1,3. Massa, nima massasi so'rayapti? Tayoqcha. Tayoqcha massasi. O'zi bu tayoqcha ruhdan yasalgan edi, 15 gram edi. 1,3 gram sarflandi, 4,32 gram keldi. 18,02 gram bo'lib qoldi. 18,02 B javobmi? B javob to'g'ri. 51 ga B bo'ldi. Ya'ni nechini so'ralgan? 75 so'ralibdi. Doskadagini to'liq yozib olinglar, keyin 75 ni ham ko'ramiz. 75-testga e'tibor beramiz. Qo'rg'oshin sulfat 300 gram 32% eritmasiga 16 gram temir plastinka tushirildi. Ma'lum vaqtdan so'ng temir plastinka eritmadan chiqarilganda uning massasi 25,06 gramga teng bo'ldi. Hosil bo'lgan eritmadagi temir sulfatning foizini aniqlang. Ya'ni temir 2 sulfatning foizini aniqlang deb savol beribdi. 300 gram 32% qo'rg'oshin sulfat. 300 gram 100%. 32% ni topamiz. Qancha? 56 gram qo'rg'oshin sulfat. Qo'rg'oshin sulfat. 16 gram temir plastinka tushirildi. Xo'sh, bu 56 gram. 207 mi shu? 207 dan ayringlar 56 ni. 151 gram pastdagi farq. Masala shartida temir plastinkani 16 gram dedi, keyin oxirida 25,06 bo'ldi deyapti. Delta massa 25,06 ayruv 16. 9,06 gram ekan tepasiga. 152 edi adashmasam shu. 9,12 gram. 9,12 gram. Qaysini aytyapsizlar? 56 chiqargan. Mana uni aytyapsizmi? Ha, mana bumi? Bilmayman, endi sizlar aytdilaring, men yozdim. 96 gram ekan bu. Xo'sh. Savolda faqat temir sulfati so'rayaptimi? Jami eritmani massasi kerak bizga. Massa eritma 300 gram edi. 16 gramlik temir bunga botirildi. Plus 16. U 25,06
0,6 bo'lib chiqib ketdi. 290 butun 94 gram. 290 butun 94 gramı 100%. Hosil bo'lgan temir 2 sulfat necha gram? 9,2 gram. Bu necha foiz? 3,13% ekan. Temir 2 sulfat. Dami? Ha. Uy ishidan chiqmay qolgan masalalaring shular edimi? Bo'ldimi? Yaxshi. Davomini ko'ramiz.